Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana yangi zakazlarimizni olib kelib o'rnatib bo'ldik. Inshaalloh, xudo xolasa. Mana ko'rib turganingizdek, bular jinsi MDFdan bo'lgan. IT pasonda eshiklarimiz, akfalarimiz, romlarimiz doim akfa pasonda bo'ladi mana. O'rtada bitta qanot ochiladi bularda. Eshiklarimiz pasoni o'zgaradi. Qanaqa pasonda, qanaqa rangga bo'lsa, romimiz xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Bularning kvadrati 700 ming so'mdan olib kelib o'rnatish ustunovka samyoq ichida bo'lyapti. Oyna, zamoya, osho-mosholari. Eshiklarimiz ko'rib turibsizlar. Nariyatda yana bitta romimiz bor. Nari tomondan o'rnatib qo'yamiz. Juda ham chiroyli chiqdi. O'zbekiston bo'ylab dastlabkalarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustunovkasi ichida. Bemalol murojaat qila olasizlar. Erlar xizmatidamiz mana. El ko'tarib sizlarga ham qilib beramiz. Ochilib yopilishlari juda ham yaxshi mana. Ochilib yopiladi. Aynalarimiz germetiklangan, hammasi taraqlamaydi, ancha-munchaga sinmaydi. Ancha-muncha shovqin eshitilmaydi. Mana orqa taraflarini ham ko'rsatamiz ularni. Ularni endi qiynalamiz. Mana shu o'rta bitta qanot ochiladi. Yoqqan bo'lsa bitta like papisiga bosib qo'yamiz, kanalimiz keyinroq tarqalishi uchun. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bemalol safardagilar ham xohlagan vaqtinglarda bemalol murojaat qila olasizlar. Telefon qilsanglar ham bo'ladi, internetimiz doim ochiq bo'ladi. Internet orqali telefon qilsanglar ham javob qaytara olamiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.